Mana bu jangdagi eng e'tiborli beradigan narsasi azizlar biz uchun. Jangdan kelingandan keyin hammalari o'zlarini asirlarini boshqalarini oldilar. Birdan bir sahobalarning qo'lida asir bo'lib turgan ayol o'zini Xorisning qizi Juvayriya ekanligini bildirdilar. Men qabila sardori Xorisning qizi bo'laman. Men bunday xizmatkor qul bo'ladigan darajadagi oiladan emasman. Shuning uchun meni ozod qilgin. Nima xohlasang shuni beraman dedi. Shunda haligi sahoba Juvayriyani ko'rdi. Haqiqatda Xorisning qizi, sardorning qizi. Shuning uchun unga bir qancha narsalarni aytdi. Mana shuncha narsani bersang, tillolarni ozod bo'lasan dedi. Juvayriya qayerdan oladi buni? O'zi asirlikda turgan bo'lsa, hamma parokanda bo'lib ketgan. Bani Musalik qabilasi umuman parchalanib ketdi. Bu qabila yo'q bo'lib ketdi deyarli. Hamma tumtaroqay bo'lib yo'q bu yoqqa qochgan. Mana shu holatda Juvayriya onamiz nima qilishlarini bilmasdan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan yordam so'radilar. Bu joyda azizlar ajib bir hikmat bor. Uni qarorini chiqarishga shoshilmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom Juvayriya onamizning gaplarini eshitar ekan, "Senga men yordam beraman" dedi. "Ey Xorisning qizi, asha aytilingan darajadagi mablag'ni berib seni ozod qilaman va undan yaxshiroq taklifni beraman. Menga turmushga chiq" dedilar. Bir eshitishlikda bu ajib ko'rinadi. Hatto dinimizda doimo ichidan kir qidiradiganlar, ana ko'rdingizmi, bir ojiza kelib yordam so'rasa, unga yordam berish o'rniga uylanishlik taklifini bergan ekan degan gaplarni aytadi. Alloh o'zi kechirsin, astagfirulloh. Lekin biz musulmonlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam rahmatan lil alamin bo'lgan zot nima uchun bunday taklifni qildikin? Buni tagida, buni zamirida nima hikmat bor ekan deb kutamiz. Hikmat esa quyidagicha azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Juvayriya onamizga uylandilar. Juvayriya onamiz rozi bo'ldilar. Chunki agar eslasangiz so'zimizni avvalida Juvayriya onamizning tushlarini aytib o'tgan edi. Juvayriya onamiz tush ko'rib, tushlarda osmondan oy kelib qo'ynilariga kirgan edi. Shunda o'zi qalbida nimadir kutib yurgan. Endi mana shu oy, to'lin oy, munavvar oy Rasulimiz alayhisolatu vasallam ekanliklarini bildilarda iymon keltirib muslima bo'ldi va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga turmushga chiqdilar. Xo'p, bunda nima hikmat bor? Birdan odamlarga atrofga gap tarqadi. Eshitdinglarmi? Bani Mustalik qabilasining sardori qizi Juvayriyaga Rasulimiz alayhisolatu vasallam uylanibdilar dedi. Holbuki sahobalarning qo'llarida Bani Mustalik qabilasidan ushlangan qancha asrlar, qancha moli dunyo turibdi. Sahobalarning muhabbatini qarang. Ular bir-birlariga qarab, shundaymi? Unda Bani Mustalik qabilasi bizga quda bo'libdilar-da. Unda Juvayriya biz uchun ona bo'libdilar. Biz esa qandoq qilib o'zimizga quda bo'lgan, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga jufti halol bo'lgan qabilani farzandlarini yoki a'zolarini qul qilib ushab o'tiramiz deb uylariga kirib hammasi ozod qilib olib kelgan hamma narsasini qaytarib berdilar. Aylanib butun qabila yana o'zini oldiga qaytib keldi. Hammalari hayron. Bu yoqda lekin Juvayriyaning otasi ancha narsa yig'ib qizini ozod qilishlikka harakat qilib turgan edi. Uni oldiga hamma to'planib keldi. Butun qabila qaytib keldi. Bir-birlariga qarab, "Sizni nega ozod qildi? Nima bo'ldi o'zi?" dedi. Shunda ular aytdilar-ki, "Bizning qabilamizning qizi Juvayriya onamiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqanliklari uchun sahobalar hurmat qilib, endi biz quda ekanmiz deb qudachilik hurmatidan bizlarni hammalarimizni ozod qilib olgan, hamma jizyalarini olgan mol dunyolarini qaytarib berdi" dedilar. Shunda Bani Mustalik qabilasi bunchalik oliy janoblikdan ta'sirlanib, butun qabila yoppasiga islom dinini qabul qildi. Mana bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Juvayriya onamizga taklif qilgan nikohlarini zamirida siz bilan biz bilmagan hikmat edi azizlar. Bitta qabila to'laligicha musulmon bo'ldi. Bunun bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z nafsoniyatlari uchun emas, Alloh bizni kechirsin, bunday hayolga borishlikdan o'zi saqlasin, balki bir qabilaning hidoyati uchun mana shu qarorni qabul qilganliklari bilindi. Juvayriya onamiz bizga yana bitta ona bo'ldilar va bitta qabila esa musulmon bo'lishlikka musharraf bo'ldilar. Bismillahirrohmanirrohim. Suyukli habibimiz, shafaat kunandamiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganishligini davom etamiz. Muhtaram azizlar, biz inson bo'lib bu dunyoga yaralib, mo'min musulmon bo'lib hayot kechirar ekanmiz. Oddiy bir inson sifatida hayotimizda turli xil imtihonlarga, turli xil sinovlarga uchrab turamiz. Ba'zan
bu narsalar go'yo faqatgina meni boshimga kelyaptimikin deb o'ylab ham qolamiz. Ba'zan esa sabrsizlik qilib qo'yamiz, Alloh o'zi kechirsin. Ammo mu'min sifatida biz bugun Rasulimiz alayhissalomning hayotlarini o'rganar ekanmiz. U zot va barakot va u zot va barakotning yaqinlari, jufti halollarini ham boshiga siz bilan biz tasavvur qilmagan darajadagi turli bo'xton va tuhmatlar bo'lganligini eshitganda beixtiyor biz o'zimizni boshimizda bo'lib turgan ba'zi masalalarni hech narsa emasligini tushunib yetamiz. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vassalamning ayni o'tgangi safar suhbatimizda Bani Musta'liq qabilasidan qaytayotganda bo'lgan bir voqeani aytib o'tishlikni lozim topdik. Bu voqeasi Marjon voqeasi edi. Va bu Marjon voqeasi keyinchalik katta bir ifkka, katta bir bo'xtonga, katta bir tuhmatga sabab bo'ldiki, tarixda yozilib, muhrlanib qoldi va bu haqda oydinlik kiritilgan oyat qiyomatgacha o'qilajak holatda bo'ldi. Ushbu safarda Oysha onamiz ham payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bilan birga safarga chiqqan edilar. Odatda Rasulimiz alayhissalatu vassalam qurra tashlab, qurra kimga chiqsa, o'sha jufti halollarini safarga birga olib ketardilar. Bu safar Oysha onamiz birga ketdilar. Oysha onamiz bilan qaytib kelar ekan turli voqealar bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Bayzo degan joyga kelganda butun karvonni mana shu joyga tushirtirishlikka to'g'ri keldi. Hammalari o'sha joyda dam olib turdi. Birdan Oysha onamiz bo'ynilariga taqib olgan marjonlarini yo'qotib qo'yganligini bilib qoldilar. Marjon omonat bo'lganligi uchundir Oysha onamiz ushbu marjonni topib berasizlar deb turib oldi, izlashga tushdilar. Qarangki azizlar, bu marjon bo'yinga taqadigan oddiygina bir marjon edi. Ehtimol Oysha onamiz bunga parvo qilmasdan ketishlari ham mumkin edi. Lekin mana shu safarga chiqib kelayotganda Oysha onamiz ayol sifatida, bir ojiza sifatida biror bir taqinchoq taqqilari keldi. Lekin qarangki, taqadigan hech narsasi yo'q edi. Azizlar, siz butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan, butun olamlarni nurga to'ldirgan payg'ambarimiz alayhissalomni jufti halollarini haqida eshityapsiz-a? Rasulimizning juftlari, butun mu'minlarning onasi bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam jufti halollari, zavjasi bo'lgan Oysha onamiz o'zlariga taqadigan taqinchoq topolmayaptilar va o'zlarini opasidan Asmodan iltimos qilib omonatga bo'ynilariga o'sha marjonni oldilar. Bu opalarning omonati edi. Arzimagan bir narsa edi, lekin omonat edi. Bo'yniga taqib oldilar va mana shu Bayzo degan joyga kelganlarida buni yo'qotib qo'ydilar. Birdan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga injiqlik qilib turib oldilar. Qani meni marjonimni topib bersinlar. Hamma qidirdi. Payg'ambarimiz alayhisalom hammani oyoqqa turgizdi. Hali u yoqqa chopgan, hamma qidirgan, lekin marjondan darak yo'q. Ancha vaqt o'tib qoldi, hamma shu yerda qoldi. Lekin sahobalarni tashvishga soladigan boshqa narsa bor edi. Chunki ular uyga qaytayotganliklari uchun bemalol holatda suvlarni ishlatib qo'ygan, suvlarni ichib qo'ygan, zaxiraga olib qo'ygan suvlarni ham tugatib qo'ygan edi. Hamma mana shu joyda yotib qoladigan bo'ldi. Lekin tahoratga suv yo'q. Kimlardir g'usl qilishligi to'g'ri kelib qoldi. Unga suv yo'q. Hamma nima qilarini bilmay, hatto ba'zi birlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga Oysha onamizning otalariga shikoyat ham qildilar. Oysha qizingiz, ya'ni mu'minlar onasi mana shunday qilganligi uchun turib qoldik, endi nima qilamiz degan gaplarni gapirdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu darg'azab bo'ldilar. Borib qizini bir ta'zirini berib qo'yish, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdek ulug' bir zotni arzimagan marjon uchun butun sahobalarni to'xtatib, tahoratga suvsiz holatga qo'yib qo'ygan bu erkak qizini ta'zirini berib qo'yish niyatida bordilar. Oldilariga borganda xijolatlik holatda bo'lib qoldi. Nima qilishni bilmay qoldi, chunki Oysha onamizning oyoqlariga Rasulimiz alayhisolatu vasallam boshlarini qo'yib uxlayotgan edi. Nima qilarini bilmadilarda, orqasiga qaytib ketishlikni ham o'zlariga ravo ko'rmay, asta Oysha onamiz oldilariga keldi. Va Oysha onamizga Rasulimiz alayhisolatu vasallam eshitmaydigan qilib pichirlab so'ka boshladilar. Nima qilding sen? Shuncha odamni bir arzimagan marjon uchun suvsiz qo'ydingmi? Bu nima holat dedilarda, qo'llari bilan Oysha onamiz biqinlariga turtib nuqib gapirdilar. Oysha onamiz keyin o'zlari shu voqeani eslab aytadilarki, otalari urganda beli og'rib, baqirib yuborgisi kelgan, lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam uyg'onib ketmasin deb sabr qilgandim deydi. Biqinlariga turtib gapirib
Abu Bakr Siddiq qaytib ketdilar. Lekin Oysha onamiz qimillamadilar, turmadilar ham marjonni topilishligida umid qilib turaverdi. Lekin hamma suvsiz. Endi nima qilamiz? Axir suv yo'q bo'lsa namozda qanday ado qilinadi? Tahorat nima bo'ladi degan masalalar ko'ndalang bo'ldi. Bir payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalariga Qur'oni Karimdan oyat vahiy kelganligini xabarini berdi. Oysha onamiz tufayli qiyomatgacha keladigan butun mu'minlarga ajib bir xush xabar, ajib bir yengillik keldi. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi tayammum oyatini nozil qildi. Estaizu billah va lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum va aydikum minhu degan oyat nozil bo'ldi. Ya'ni agar suv topa olmasalaringiz unda pokiza tuproqqa tayammum qilinglar, yuzingizni va qo'llaringizni o'sha turpoq ila masx qilinglar degan oyat tushdi. Va bu oyat hamma suv yo'qligidan tashvish qilib turganlarga mujda bo'ldi, xursandchilik xabari bo'ldi. Rasululloh alayhisalom hammaga bu oyatni o'qir ekan, endi suv topa olmaganlar tayammum ila namoz o'qishlikka, tayammum ila poklanishlikka ruxsat bo'lganligini aytdilar. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiqqa qarab, "Ey Abu Bakrning oilasi" dedilar. Bu sizlar olib kelgan birinchi barakot emas. Sizlarning sababingiz bilan Alloh taolo bizlarga ko'p ikromlarni noil qildi deb marhamat qildilar. Ular tufayli ko'p yaxshiliklar bo'lganini izhor qildilar. Haqiqatda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va u zotning oilasi Oysha onamiz tufayli mana shunday barakot bo'ldiki, azizlar, qiyomatga qadar endi suv topa olmaganda tayammum qilayotganimizda beixtiyor marjon voqeasi ko'z oldimizdan o'tadi. Oysha onamiz aslida bu marjonni umuman ko'ngillariga olmagan edi, lekin bu Allohning marhamati bilan bo'lganligini nishonasi. Endi marjon topilmadi, hammamiz turib ketamiz degan mahalda tuyani turgizishganda tuyani tagidan marjoni topildi. Buning tagida hikmat bor ekan. Ya'ni Alloh azza va jalla mana shu sabab tayammum haqidagi oyatni nozil qilgan. Tuyani tagidan marjonni olib xursand bo'lib ketgan Oysha onamiz uni bo'ynilariga taqib oldilar. Va mana shu bilan hamma xursand bo'lib qaytib ketdilar. Yana bir joyga borganlarida Oysha onamiz bir tahorat yangilash ma'nosida o'zlarini minib kelayotgan gajavasidan tuyadan tushib, odamlarning ko'zdan ko'rinmaydigan hududga o'tdilar. Tahoratlarni yangilab qaytib kelganda bir narsani bilib qoldi. Yana marjonlarni tushirib qo'yibdilar. Endi aytsam hammadan baloga qolaman dedilarda, o'zlari orqasiga borib marjonni qidira boshladi. Ayni o'sha tahorat qilgan joylariga tushirib qo'ygan ekan, topib xursand bo'lib yana bu omonatini opasiga olib borib berishligidan mamnun bo'ldilar. Bo'ynilariga taqib kelganlarida ne ko'z bilan ko'rsinki, karvon ketib qolibdi. Chunki Oysha onamiz o'zlari jussalari kichkina bo'lganligi uchun gajavaning ichida o'tiribdi deb o'ylab karvonni yetalab olib ketib qolishibdilar. Oysha onamiz orqalaridan bir oz yurib ko'rdilar, lekin qarasa karvonga yeta olmaydi. Nima qilarini bilmasdan o'sha joyga o'tirib qoldilar. O'yladilarki, hozir ko'rsalar meni yo'qligimni bilsa orqaga qaytib kelishar degan umidda o'tirdilar. Birdan charchaganliklari uchun hatto uxlab ko'zlari ketib qopti. Lekin karvondan qolib ketgan bitta Oysha onamiz emas ekanlar. Ularning ichida sadoqatli bir sahobalardan birlari Savfon ibn Muattal degan bir sahoba ham sekin tuyasini yetalab kelayotganda birdan uzoqdan bir qora ko'rindi. Yaqinroq borib qarasalar Oysha onamiz ekanlar. Oysha onamiz yolg'iz qolib ketganligini ko'rgan Savfon "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" deb yubordi. Ya'ni musibat tushganda aytadigan istirjo kalimasini aytib yubordi. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz dedilar. Nima qilyapsiz bu yerda ey mu'minlar onasi deb hayratlandilar va tezda kelib chiqing ey mu'minlar onasi chiqing deb tuyalarni cho'ktirdilar. Oysha onamiz yuzlarini berkitdi, olib qochdilar, chunki o'sha mahalda tasattur qilishlik buyurilganida va hech qanday gap gapirmasdan, indamasdan o'sha tuyaga o'tirib ketdilar. U yoqdagilar esa endigina Oysha onamizga gajavada yo'q ekanligini bilib, hammasi tashvish qilib qidira boshlagan bir paytda Savfon ularga nur qilib Oysha onamizni olib kelishlari hammaga xursandchilik bo'ldi. Oysha onamizni yana karvoniga o'tkazib qaytib ketdilar. Qaytib Madina-i Munavvaraga keldilar. Azizlar, munofiqlar doimgidek munofiqligini qilar ekan. Hamma keldi, joylandi, Oysha onamiz topildi. Ayniqsa Savfon ibn Muattal o'zida yo'q mamnun, o'zida yo'q baxtli edi. Axir u juda katta ish qildi-ku. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning jufti halollarini topib olib kelishligi va u uchun sharaf bo'lgan bu oilaga xizmat qilishlik Savfon uchun cheksiz baxt, huzur bag'ishlar edi. Lekin Ibn Salul munofiq yana gap tarqatdi. Bu yoqda odamlarga eshitdinglarmi?
kecha hamma ketganidan keyin Oyisha radhiyallohu anha yo'qolib qoldilar. Keyin birdan Safon bilan birga paydo bo'lib qoldilar. Bular yolg'iz sahroda nima qildi-ekin degan gaplarni tarqata boshladi. Va birdan bu gaplar avj olib hammaga tarqab ketdi. Va eng yomoni Hasson ibn Sobit degan bir kishi bo'lardi, bu shoir edi. Hasson qachon Rasululloh alayhisolatu vasallam musulmonlar bir safardan qaytsalar, g'azotdan qaytsalar shuni maqtab she'r yozar edi. Hasson ibn Sobitni shayton yo'ldan urdi. Ibn Salul yo'ldan urdi. Va bu she'r yozdi. She'rida qarangki, Safon ibn Muattal bilan Oyisha onamizni ham tuhmat qilib qo'yib yozib ketdi. Va birdan bu gap atrofga tarqadi. Azizlar, bu qanday qabohatki, bu qanday razolatki, mu'minlarning onasi bo'lgan, dunyodagi eng pokiza bo'lgan Oyisha onamizga yana kimning ayoliga, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ayoliga nisbatan tuhmat bo'lyapti. Ba'zan inson hayotida tuhmatga uchraydi. Ayni bunaqa tuhmat bo'lmasa ham boshqa tuhmatlarga uchraydi. Mana shu paytda o'zini qo'yarga joy topolmasdan, nima qildim, nima uchun, nega endi bunday deb savolni berib qiynamasdan, balki hammamiz Allohim, bu tuhmatdan o'zing meni qutqargin. O'zing menga najot berginki, Oyisha onamizdek pokiza bo'lgan mana shunday ulug' bir zotga tuhmat, bo'xton bo'lgan ekan, menga ham bo'lishligi buni oldida hech narsa emas. Men esa chiroyli sabr qilaman. Allohim, faqatgina sendan buni ochiq qilib berishligini, yordamingni so'rayman deb duo qilish kerak. Axir Oyisha onamizdan afzallik joyimiz yo'q. Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan afzallik joyimiz yo'q. Lekin munofiqlar, badbaxtlar mana shunday ulug' oilaga ham tuhmat qildi. Bu gap tarqab hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham yetib keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda aziyat chekdilar. Juda qiynaldilar bu gapdan. Axir o'zingiz o'ylang, eng dunyoda yaxshi ko'rgan, siz kimni yaxshi ko'rasiz deb 3 marta so'rasa Oyishani degan, muhabbat qilgan, o'zining eng yaqin kishisi bo'lgan, doimo bu zotni tasdiqlab Siddiq laqabini olgan Abu Bakr Siddiqdek zotni qiziga nisbatan qilinayotgan bu bo'xton, bu tuhmat, bu ifk payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq ozor berdi. Lekin bu narsadan, hech narsadan bexabar Safon esa o'zini uyida baxtli bo'lib yuribdi. U yoqdan bu yoqqa dunyoda undan baxtli odam yo'q. Axir u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilasini olib kelib qoldi-ku adashib qolganida. Xursand bo'lib yurganida bitta odam kelib, "Ey Safon, sen Hasson ibn Sobitning she'rini eshitdingmi?" dedi. "Eshitmadim. Nima deb yozibdi?" "U she'rda sen bilan Oyisha onamizni orangizda ifk, bo'xton qilinibdi" deb go'yoki ularni o'sha joyda xiyonatda ayblanganligini aytdi. Nima deb o'ylaysiz? Safon qanaqa holatga tushdi? Alloh saqlasin bunaqa holatga tushishlikdan. Safon o'zini o'zi urdi. Yuzlariga shapaloq tortib yubordi. Qo'llarini tishlab oldi. Bu nima holat deb yubordi? Bu qanday bo'xton dedi. Axir Qur'oni Karimda Alloh taolo astaizu billah an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim va azwajuhu ummahatuhum deb qo'ygan bo'lsa, ya'ni payg'ambarlar mu'minlar ichida eng a'losidir va ayollari esa mu'minlarning onasidir deb qo'ygan bo'lsa, axir bu Safonga nisbatan o'z onasi bilan birga qilingan bo'xton emasmi? Farzand bilan ona o'rtasidagi xiyonatni bo'xtoni qilgani kabi emasmi? Safon ibn Muattal juda xafa bo'lib ketdi. O'zini qo'yarga joy topolmadi. Bu nima holat dedi. Endi u Hasson ibn Sobitga qarata she'r yozsinmi? Yo'q, she'r yozishga qobiliyati yo'q. Yo birortasidan uzun ma'zur qilsinmi? Unda bu ishni qilgani tasdiqlanadi. Safon o'zini boshqara olmay qoldi. Qo'liga qilichini olar ekan, Hassonning oldiga bordi. "Sen shunday dedingmi? Men senga she'r bilan javob qaytara olmayman" dedi-da, uni yuziga qarab qilich urdi. Hassonning ko'zi o'yildi. Qon hamma joy. Yotib qoldi. Odamlar ajratdi. Safonni ushlab bo'lmaydi. Doti fig'oni osmonga chiqyapti. Axir bu nima holat deyapti. Sen kimga tuhmat qilding? Men-ku o'z yo'limga, lekin sen Oyishadek onamizga, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oilasiga shunday qilasanmi deb unga tashlandi. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham yetib keldi. Bu zot Hassonni oldilariga olib keldi. Bo'lgan voqeani eshitar ekan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hasson ibn Sobitga qattiq tanbeh berdilar. Yo'q narsani bo'xton tuhmat qilganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilasiga nisbatan mana shunday qilishlikdan uyalmasligini hayratlanib unga tanbeh berildi.
Hasson esa ko'zi o'yilganligi uchun qasos olishni ham talab qila olmay qoldi. Balki qilgan ishdan pushaymon bo'lib orqaga qaytib ketdi. Oysha onamiz esa bu narsalardan bexabar, kasal bo'lib qoldilar. Uylarda safardan qaytib kelgandan keyin bemor bo'lib yotib qoldilar. Hech narsani bilmaydi. Lekin Oysha onamiz bir narsadan hayron bo'ladilar. Shunday mehribon, qachon kasal bo'lsa, atrofida parvona bo'ladigan ulug' zot, rahmatul lil alamin bo'lgan zot va barakot munosabatlari bir oz o'zgarib qoldi. Oldilariga keladi, hatto ismlarini ham aytmasdan, mana buni ahvoli yaxshimi deb qo'yadilar. Ha, yaxshi degan gapni eshitadi. Oysha onamiz bundan hayron bo'ladilar. Nega bunday bo'lyapti deb. 20 kun mana shu holatda yotdilar. Kechqurun xizmatkorlari Ummu Mistoh bilan birgalikda qarindoshlari bo'lgan Ummu Mistoh bor edi, bir ayol, Mistohning onasi. Birga tashqariga chiqdilar hojat uchun. Oysha onamiz birga chiqib ketayotganlarida Ummu Mistoh nimanidir o'ylanib ketayotgan ekanmi, oyog'i qoqilib ketdi. Oyog'i qoqildi, odatda oyog'i qoqilganda o'sha bo'lgan holatda emas, nimagadir o'g'lini so'kdi. Mistoh bo'lgan o'g'liga la'nat aytdi. La'nat bo'lsin senga Mistoh dedi. La'nat bo'lsin senga, baloga yo'liqqir dedi. Oysha onamiz darhol hayron bo'lib, "Ey Ummu Mistoh, nima deganingiz bu?" dedi. "Axir o'zingizni o'g'lingiz, yana Badr ishtirokchisi bo'lgan o'g'lingizni ham qarg'aysizmi?" dedi. "Bu nima holat?" dedilar. Shunda Ummu Mistoh, "Ey Oyisha, bo'lgan narsadan sen bexabarsan qizim" dedilar. "Nimadan?" dedi. "Meni o'g'lim Mistoh ham o'sha tuhmatga qo'shilib qopti" dedilar. Oysha onamiz, "Qanaqa tuhmat?" dedilar. "Seni xabaring yo'qmi qizim?" dedilar-da, hamma gapni gapirib berdilar. Mana shunday bo'ldi. Bu o'sha Ibn Salul Hassonning ichiga meni o'g'lim Mistoh ham qo'shilib qopti-ya dedilar. Oysha onamiz endi tushundi voqeani. Nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan to sog'lom bo'lib turguncha onasining uyida turishlikka ijozat so'rab, onalarining uyiga ketdilar. Bu voqeani Oysha onamiz o'zlari keyinchalik eslab aytadilarki, "Men shu voqea bo'lganda shu qadar yig'laganmanki, meni o'pkam oqib ketsa kerak deb o'ylardim" dedilar. O'zlarini boshqara olmay qoldilar, suv ham ichmay qo'ydilar, faqat yig'lardilar, nima qilishni bilmas edilar. Axir bu qanday tuhmat, qanday balo, qanday musibat. Nihoyatda qattiq yig'ladilar. Allohga tavakkal qilib yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bu holatlarda juda ham qiyin ahvolda qoldi. Undan bundan maslahat so'raydi. Odamlar orasida gap ko'p. Agar eslasangiz, buyuk sahoba Abu Ayyub al-Ansori va Ummu Ayyub radhiyallohu anhumolar eri xotin o'rtasida ham mana shu gap uyda bo'lib o'tgan ekan. Tarixda yozishicha, Abu Ayyub bilan uylarda o'tirganda ayollari Ummu Ayyub, "Ey Abu Ayyub, eshitdingizmi? Oysha onamiz bilan mana bu Savfon haqidagi gaplarni" dedi. Shunda Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhu ayoliga qarab, "Ey Ummu Ayyub" dedi. "Sen shunaqa ish qilishing mumkinmi?" dedi. "Sen menga xiyonat qila olasanmi?" dedi. "Astagfirulloh" dedi Ummu Ayyub. "Nima deyapsiz? Qanday qilib qilaman?" dedi. "Unda gapingni o'ylab gapir. Oysha sendan ko'ra a'loroq, sendan ko'ra ulug'roq, sendan ko'ra taqvodorroq" dedi. Bu gap haqiqatda shunday edi. Oysha onamizdan taqvodorroq bo'lishi mumkin emas edi. Lekin bu gap baribir tarqadi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda tasavvur qiling azizlar, qanchalik darajada ozor topdilar. Axir bu gapni nafaqatgina bir inson sifatida, payg'ambar alayhisalom sifatida, balki oila rahbari sifatida ko'tarib yurishlik ham og'ir edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam undan bundan nima deysizlar shu haqida deb so'radilar. Ba'zi birlari o'zlarining fikrlarini berdilar. Hatto onalarimiz, ya'ni Oysha onamizning kundoshlari ham bu narsa bo'lishi mumkin emasligini, Oysha onamizdek go'zal xulq sohibasi yo'qligini aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhudan ham so'radilar. "Ey Umar" dedilar, "siz nima deysiz?" dedilar. "Oysha haqida shunday gap tarqadi, nima qilishni bilmayapman. Alloh bir oydinlik kiritgunga qadar o'ylanib qoldim. Nima deysiz?" dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu shunday adolatli javob berdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizga Oysha onamizni kim nikohlagan?" dedi. Alloh sizga xiyonat qiladigan ayolni nikohlashi mumkinmi dedilar. "Yo'q, albatta. Allohga hamdlar bo'lsin." Mana bu narsani qarangki, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da adolatlik hukmini qarang. Aslida Oysha onamiz bo'lmasa o'zlarini qizlari Hafsa onamiz Rasulimizning suyukli ayoliga aylanar edi. Lekin sahobalar Alloh oldida haqiqatni gapirardilar. Nafsoniyati uchun emas. Mana shu gap payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ham ma'qul keldi. Uylariga borganlarida Oysha onamiz yig'lab yotardilar.
Payg'ambarimiz alayhissalom oldilariga kelib, Oysha, mana shunday gaplar tarqadi. Agar shu ishni qilgan bo'lsang tavba qil dedi. Yoki biror narsa qilgan bo'lsang menga ayt dedilar. Oysha onamiz yig'lab turib, yonlarida turgan ota-onasiga sizlar javob bermaysizlarmi? Indamaysizlarmi dedi. Gapirishga holi yo'q edi. Nima deymiz bolam dedilar otasi bilan onasi. Shunda Oysha onamiz aytdilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men bu ishni tan ham olmayman, tavba ham qilmayman. Chunki qilmagan ishimga tavba qilishligim bu tasdiqlashdir. Men faqatgina chiroyli sabr qilaman. Yusuf alayhisalom sabr qilgandek sabr qilaman. Alloh o'zi haqiqatni bildirguvchidir" deb teskari qarab yotib olib yig'ladilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga vahiy keldi. Sura-i Nur nozil bo'ldi azizlar. Ayni mana shu surada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga jufti halollari Oysha onamizni pok ekanligi haqidagi oyat nozil bo'ldi. Qur'oni Karimdagi ushbu oyatning ma'nosida 11-dan to 21-oyatiga qadar ushbu ma'noni ichiga oldi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda shak shubhasiz bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki o'z sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohiga yarasha jazo bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min va mo'minalar bir-birlari haqida yaxshiligini o'ylab, bu ochiq bo'xton-ku desalar bo'lmasmidi? Bas agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazl va marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lardi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'izlaringiz bilan o'zingiz aniq bilmagan narsani so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingizlar. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mish-mish so'zlash biz uchun joiz emas. Ey pok Parvardigor, bu ulug' bo'xton-ku desalaringiz bo'lmasmidi? Mana shu ma'nodagi oyat tushib, Oysha onamizni pok ekanligini isboti bo'ldi. Va faqatgina isboti bo'ldi. Qiyomatgacha Qur'onda tilovat qilishlik holatida. Endi qiyomatgacha necha yil umr ko'rsak, qachon Qur'onni xatmi Qur'on qilsak, mana shu joyiga kelganimizda mo'minlar onasi bo'lgan Oysha onamizni sha'nini oqlab nozil bo'lgan bu oyatni qayta o'qiymiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Oysha onamizga bu mujdani yetkazdilar. Xursandchilik xabarini yetkazdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lab yuborib qizlariga tur, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga minnatdorchilik bildir, turib ta'zim qil dedilar. Shunda Oysha onamiz, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta'zim qilib qulluq qilmayman, men Allohga hamd aytaman dedilar. Chunki Alloh onamizni pok ekanligini isbot qildi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tuhmatchilarni shariat bo'yicha ta'zirini berib jazoladi.